Bugun Po'lat Alemdarning qo'lida nima bo'lsa, hammasiga otam bilan birga erishgan. Hatto Po'lat Alemdarning hozirgi o'tirgan joyi ham otamning eski makoni. Bu soat u yerda o'zini qanday tutdi? Askarlikka oson ko'nikdimi? Ko'nik tog'a. Juda yaxshi askar bo'ldi. Meni undan shikoyatim yo'q. Ammo nima, Yasin? Shu ofisda bo'lish kerakligini aytdi tog'a. Sizni otasi bilan o'zaro sherikligingiz tufayli bu yerda o'zining ham haqqi borligini gapirdi. Oldinroq menga ham aytgan tog'a. Nima dedi? Aslida bu yer meni joyim degandi. Nega menga o'sha zahoti buni aytmaganding? Men unga kerakli gapni aytdim. Mavzu yopildi deb o'yladim. Chiqing. Qo'mondonning Yasin bilan gaplashdi. Juda yaxshi askar bo'libsan. Sog' bo'ling, og'a. Askarliging tugadi. Kel o'tir. Endi seniki. O't. Mana bu yerga.